O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan To'rtko'l tumani Favqulodda vaziyatlar bo'limida madaniy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari, ularning ota-onalari, farzandlari hamda soha faxriylari ishtirok etdilar. Bayram tadbirda To'rtko'l tuman hokimining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Gulyora Nazarova so'zga chiqib, yig'ilganlarni ushbu qutlug' sana bilan tabrikladi hamda vatan himoyachilarining jamiyat hayotidagi o'rni, ularning fidokorona mehnati va mas'uliyatli faoliyat haqida alohida to'xtalib o'tdi. Tadbir davomida Favqulodda vaziyatlar bo'limida ko'p yillar samarali xizmat qilgan faxriylar so'zga chiqib, yosh xodimlarga ona vatanga sadoqat, kasbga muhabbat va mas'uliyat bilan yondashish borasida qimmatli maslahatlar berdilar. Ular ushbu sharafli va mashaqqatli kasb egalarining el-yurt tinchligi yo'lidagi xizmatlarini yuksak baholadilar. Shuningdek, o'z xizmat vazifalarini vijdonan bajarib kelayotgan bir guruh xodimlar tashakkurnoma bilan taqdirlanib, ularning ota-onalariga chuqur minnatdorchilik bildirildi. Tadbir yakunida tumandagi 3-son bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchilari hamda iqtidorli shogirdlari tomonidan ijro etilgan mumtoz kuy-qo'shiqlar bayramga yanada fayz bag'ishladi. Mazkur ma'naviy-ma'rifiy tadbir Favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlarining vatanga bo'lgan sadoqati va kasbiga bo'lgan fidoyiligini yana bir bor namoyon etdi.